Alkonia kompaniyasi Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga arzon va qulay, ishonchli avtobus va mikroavtobuslar xizmatini taklif qiladi. Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus hamda sprinterlar xizmatidan foydalanishni taklif etadi. Shavkat Mirziyoyev Namanganga tashrifining birinchi kuni yakunida viloyat faollari ishtirokida videoselektor yig'ilishi o'tkazdi. Bu haqda Daryo muxbiri xabar bermoqda. Yig'ilishda Namangan shahar hokimi Bahodir Bekxo'jayev ishdan olindi. Shaharning qolgan mas'ul rahbarlari, prokuror, IIB va DC boshlig'ining faoliyatiga baho berish tegishli respublika idoralari mutasaddilariga havola etildi. Shuningdek, yig'ilishda Namangan viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari To'lqin Dadabayev ham vazifasidan ozod etildi. Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, laykni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.